إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik va cho'qim uni qo'g'daymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli o'quvchi qarindoshlar, darsimizning oxirini davomlashtiramiz. Hozirgi darsimizda naiti tajvidninki eng muhim mazmunlardan birini so'zlaymiz. U bo'lsa boshlash va to'xtash to'g'risida. Ya'ni qiroatni boshlash va to'xtashga aloqador mazmunlar. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda sura Muzammilda va rattilil Qur'ana tartila deydi. Ya'ni Qur'onni tajvid bilan, ya'ni danimdana o'qinglar deydi. Bu oyat haqida, bu oyatdagi tartil degan mush kalimaning ma'nosi to'g'risida Ali radhiyallohu anhu dan so'ralganida Ali radhiyallohu anhu bu haqda tartilligini tajvidul huruf va ma'rifatul wuquf deb tushuntirib bergan. Shuning uchun mushu oyat va Ali radhiyallohu anhu ningki so'zidan biz Qur'oni Karimni tilovat qilgan chog'imizda to'xtash va boshlashninki nihoyatda muhimligini bilib olamiz. Shuning uchun bu darsga alohida ahamiyat bersak. Birinchisi to'xtash. To'xtash deganimiz biz Qur'on tilovat qilgan chog'imizda har xil sabablar bilan to'xtab bir nafas elib o'tgandan keyin undan oxirgi oyatni o'qib, ya'ni ulab o'qishni davomni ko'rsatdi. Ya'ni to'xtab nafas olgandan keyin oxirini davomlashtirishni ko'rsatdi. Vaqf deganimiz Qur'on o'qiganda ma'lum bir so'zdan keyin nafasni uzib birdam to'xtab o'tgandan keyin qiroatni davomlashtirishni ko'rsatdi. Unda bo'lsa bu to'xtashningki usullari ikki xil. Ya'ni bu to'xtash ikki xil bo'ladi. Majburiy to'xtash, erkin to'xtash. Majburiy to'xtash, erkin to'xtash. Majburiy to'xtash deganimiz o'quvchininki o'zininki taqdidi bo'lmagan. Masalan, hutilish yoki bo'lmasa tushkurib qilish yoki bo'lmasa nafsi yetishmaslik, har xil shu o'zininki taqdidinki sirtida bo'lgan bir kuchninki ta'sirida to'xtashni ko'rsatdi. Ya'ni Qur'on o'qib o'tib nafas yetishmaslik, unutib qilish yoki gachilishib qilish degandek tashqi sabablar tufaylidan to'xtashni biz majburiy to'xtash deymiz. Ya'ni bir Qur'oni Karim tilovat qiluvchi o'qiyotgan chog'da yoki bir tushkurik sababi yoki hutel sababidan ma'lum sababdan to'xtab qolgan bo'lsa, buni biz majburiy to'xtash deymiz. Ikkinchi to'xtash erkin to'xtash. Erkin to'xtash deganimiz qiroat qiluvchi, ya'ni tilovat qiluvchi o'zining ixtiyorligidagi to'xtashni ko'rsatadi. O'zi xohlab turib her bir to'xtash oyatini tanlab, shuningga mas o'rinda to'xtashni ko'rsatadi. Unda bo'lsa erkin to'xtash deganimiz qiroat qiluvchi o'zi xohlagan joyda ixtiyoriy to'xtab o'qish deganlik. Erkin to'xtashningki tuvandagidek yo'lliq to'xtash va yo'lsiz to'xtashdan iborat ikki turi bo'ladi. Ya'ni erkin to'xtash, yo'lliq to'xtash va yo'lsiz to'xtash. To'g'ri to'xtash, ya'ni noto'g'ri, ya'ni nomuvofiq to'xtash deb bu ikki xil bo'ladi. Yo'lsiz to'xtash, yo'lliq to'xtash va yo'lsiz to'xtash. Yo'lliq, ya'ni jaiz, to'g'ri to'xtash deganimiz bu uch xil bo'ladi. To'liq to'xtash, ya'ni vaqfi tam, yetarli to'xtash, vaqfi kaf, chiroyli to'xtash, ya'ni vaqful hasan, vaqf hasan. Bu to'liq to'xtash, yetarli to'xtash va chiroyli to'xtash. Bu yo'lliq to'xtashning turlari. Demak, jaiz, ya'ni to'g'ri to'xtashningki to'liq to'xtash, yetarli to'xtash va chiroyli to'xtash deb
3 xil usuli bo'ladi. Endi men yo'lsiz to'xtash deganimiz qaysi deganda bu joiz emas, ya'ni noto'g'ri to'xtash, ya'ni nomuvofiq to'xtash. Ya'ni cheklangan to'xtashni ko'rsatadi. Cheklangan. Bundan bo'lsa biz bu to'xtash usullarining har birisi bilan ayrim tanishamiz. To'liq to'xtash, ya'ni vaqfu tam. Vaqfu tam deganimiz to'liq to'xtash bo'ladi. To'liq to'xtash deganimiz biz to'xtamoqchi bo'lgan oyat bilan, ya'ni keyindagi oyatningki o'tirsida ma'na va lafzi jihatdan hech qanday aloqasi bo'lmagan ahvolda to'xtashni biz to'liq to'xtash deymiz. Hech qanday bog'lanishi yo'q. Oyat, ya'ni ma'na va so'z lafz jihatdan hech qanday bog'lanishi bo'lmagan to'xtashni biz to'liq to'xtash deymiz. Masalan biz sura Fatihani o'qib oxirgi kelgan chaqda g'oyril mag'dubi alayhim valaddallin to'xtadik. Keyingi surani boshlamoqchi. Bismillahirrohmanirrohim. Alif lam mim. Bu yerdagidek to'xtashni to'liq to'xtash deymiz. Chunki valaddallin. Bu yerdagi oyat bilan keyindagi Bismillahirrohmanirrohim alif lam mim. Ikkinchi suraninki 5-i. Bu yerda hech qanday bog'lanishlik bo'lmaydi. Shuning uchun bu to'liq to'xtash bo'ladi. Yana birga masalan biz suraning Baqarani boshladik. Birinchi sabbisning oxirida biz ulaika ala hudan min robbihim va ulaika humul muflihun. Mushahada to'xtagan chaqimizda bu mazmun butunlay to'liq oyoqlashgan bo'ladi. Keyinda boshlagan chaqda bu yerda boshqa mazmun bo'ladi. Ya'ni biz to'xtamoqchi bo'lgan oyat bilan keyin davomlashtirmoqchi bo'lgan oyatningki mazmuni o'tirisida hech qanday aloqa yo'q, hech qanday bog'lanishlik yo'q. Mushahadaga to'xtashmi to'liq to'xtashning qatoriga kiradi. To'xtashning ikkinchi xil shakli, ya'ni yetarlik to'xtash. Vaqful kaf, yetarlik to'xtash. Yetarlik to'xtash deganimiz to'xtamoqchi bo'lgan oyat bilan keyinidagi oyat o'ttirsida so'z jihatdan bog'lanishi yo'q. Ammo ma'no jihatdan bog'lanishi bo'lgan to'xtashni ko'rsatadi. Masalan biz tilovat qildik, bir oyat kelgan chaqda mushahada to'xtamoqchi. To'xtamoqchi bo'lgan ya bilan keyindagi o'rin o'ttirsida lafzi jihatdan bog'lanishi yo'q. Ammo ma'no jihatdan bog'lanishi bo'lgan mushunda to'xtashni biz yetarlik to'xtash deymiz. Masalan innallazina kafaru sawa'un alayhim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mushahada to'xtaymiz. Bu mushahada lafzi jihatdan bog'lanishi yo'q. Ammo keyindagi xotamallohu degan bilan ma'no jihatdan aytdi zich munosabati bor. Shuning uchun mayat to'xtagandan keyin xotamallohu ala qulubihim deb manda boshlasak buni aytdi yaxshi bo'ladi. Shuning uchun bu yetarlik to'xtash deymiz. Uchinchi to'xtash chiroyli to'xtash, ya'ni vaqful hasan deymiz. Vaqful hasan deganimiz to'xtamoqchi bo'lgan oyat bilan keyingi oyat o'tirsida so'z va ma'no jihatdan bog'lanishi bor. Har ikki jihatdan bog'lanishi bor. Lafzi jihatdan va ma'no jihatdan bog'lanishligi bo'lgan to'xtashni ko'rsatadi. Bu to'xtashga diqqat qiladigan masala to'xtagan o'rindan keyinimizga yenib, ya'ni oldimizga qaytib turib boshlaymiz. Shu to'xtagan o'rindan boshlashga bo'lmaydi. Masalan Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Mushunda to'xtash. Masalan, alhamdulillah desak buni aytdi, go'zal aytdi, yaxshi bir to'xtash bo'ladi. Bu yerda ma'na to'liq bir ma'noni bildirdi. Ammo biz alhamdulillah deb to'xtab
Robbil alamin deblam kelgan yerdan boshlab ketsak, bu yaxshi bo'lmaydi, to'g'ri bo'lmaydi. Chunki bunda to'xtagan chaqda oldimizga qaytib yana alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil alamin. Manda o'qsak bu nayte güzel bir o'qish bo'ladi. Shuning uchun buni biz chiroyli to'xtash, ya'ni vaqfa hasan deymiz. To'xtashningki 4-xili nomuvofiq to'xtash, ya'ni xato to'xtash desak bo'ladi. Bu to'xtash deganimiz to'xtamoqchi bo'lgan oyat bilan keyingi oyat o'rtasida lafziy jihatdan va ma'na jihatdan bog'lanishligi bo'lgan to'xtashni ko'rsatadi. To'xtaganda xato yoki kamtik ma'no bildiradigan to'xtashni biz nomuvofiq to'xtash deymiz. Buni masalan, buni misol bilan tushuntirsak nihoyat yaxshi bo'ladi. Masalan, Alhamdulillahi Rabbil alamin. Bu butun bir oyat, to'liq mazmunni o'z ichiga olgan. Biz buni o'tirib uziblam. Alhamdulillahi Rabb deb to'xtab qo'ysak, Alhamdulillahi Rabb. Bu yerda al-alamin bilan Rabb degan ikki kalima o'tirsida nihoyat mayada zich bog'lanishib bo'ldi. Biz buni uzib etsak, bu yerda ma'na jihatdan cho'ng ta'sir uchraydi. Ya'ni bu yerda bir kamtik ma'na berib qo'ydi. Shuning uchun manda to'xtash bu nomuvofiq to'xtash, xato to'xtash deyildi. Masalan, yana bir misol keltirsak, Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus solata wa antum sukara. Endi buningki asli ma'nosiga qaraydigan bo'lsak, ey iymon aytgan mu'minlar, sizlar mast holatinglarda namozga yaqinlashmanglar degan ma'no bildirdi. Endi biz mayada mushu o'tirdik oyatni uziblar. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus solah. Endi to'xtab qo'ysak, bu bek ma'na jihatdan cho'ng bir xiloflik, ya'ni bir ig'ir xatolik kelib chiqadi. Ya'ni ey iymon etgan mu'minlar, sizlar namozga yaqinlashmanglar deblar mushahadalar bir cho'ng bir xatolik yuz berdi. Asma keyindiki masalatinglarda, ya'ni keyingi oyatni ulab to'xtamagan chaqda bu yerda bek cho'ng xatolik yuz berdi. Shuning uchun biz buni nomuvofiq to'xtash, ya'ni vaqfu qabih deb ataymiz. Endi biz to'xtash qoidalari va to'xtashningki turlarini so'zladik. Endi biz boshlash. To'xtagandan keyin endi boshlash bo'ladi. To'xtadik, muvofiq o'rinni tanlab, muvofiq kalimani tanlab to'xtagandan keyin endi boshlashma. Boshlashmi o'xshashdan buningki boshlashning har xil to'g'ri yoki noto'g'ri usullari bo'ladi. Mushuni hamda boshlashninki qoidalarini so'zlaymiz. Qiroatni boshlash, ya'ni ibtida. Bu deganimiz to'xtagandan keyin bayatimdek to'xtab tiniq ilib o'tgandan keyin keyingi oyatni qanday boshlash, qaysi kalimalardan boshlasak yaxshi bo'ladi, qayerdan boshlasak xato bo'ladi degandek mushu boshlashni qiroatni boshlash deymiz. Ya'ni ibtida deganimiz qiroatni uzgandan keyin yoki to'xtagandan keyin oxirgi oyatdan boshlashni ko'rsatadi. Qiroatni boshlash yo'llari 3 xil. İbtida haqiqiy boshlash, ibtida al-izofi, qo'shimcha boshlash, ibtida al-ixtiyoriy boshlash. Haqiqiy boshlash deganimiz ma'na jihatda oldingi oyatdan mustaqil bo'lgan oyatni boshlash. Ya'ni ma'na jihatdan oldingi oyat bilan mustaqil. Ya'ni har ikki oyat mustaqil ma'noni bildiradigan bo'lsa, ama shunday boshlashni haqiqiy boshlash deymiz. Qo'shimcha boshlash deganimiz oldingi oyatga munosabatlik bo'lgan oyatni boshlash. Ya'ni ma'na jihatdan bog'lanishi va oldingi oyatda mushunday boshlashni ibtida al-izofi, ya'ni qo'shimcha boshlash deymiz. Ixtiyoriy boshlash deganimiz sababsizli boshlash. Buningki bir qancha tur bo'ladi. Ya'ni ixtiyoriy boshlashning turlari yo'lliq boshlash va yo'lsiz boshlash. Ya'ni bu ixtiyoriy boshlashninki xato boshlash va to'g'ri boshlash deb buningki ayrim ikki xil yo'l bo'ladi. Ikki xil bo'ladi. Undan bo'lsa yo'lliq boshlash, ya'ni to'g'ri boshlash joiz. Bu yana ham 3 xil bo'ladi.
Ya'ni yo'lliq boshlashda 3 xil to'g'ri usulda boshlash bor. Bunun birincisi to'liq boshlash, ya'ni ibtida tam, ikkinchisi yetarlik boshlash, uchinchisi chiroyli boshlash. Chiroyli boshlash. Unda bo'lsa yo'lsiz boshlash deganimiz nomuvofiq boshlash. Ya'ni bayatimki yo'lsiz to'xtashga o'xshaydi endi bu. Yo'lsiz boshlash deganimiz joiz emas, ya'ni to'g'ri emas boshlashni ko'rsatadi. Xuddi nomuvofiq to'xtashni o'tdik, shunga o'xshash nomuvofiq boshlash. Bular har ikkalasi ma'no jihatdan xatolikni paydo qilib qo'ydi. Shuning uchun buni har ikkalasi shu yo'lsiz boshlash va yo'lsiz to'xtash har ikkalasi cheklangan. Unda bo'lsa yo'lliq boshlashni biz 3 ga bo'ldik. Birinchisi to'liq boshlash. To'liq boshlash degan nima desanglar, keyindagi oyat bilan ma'no va so'z jihatdan munosabatsiz bo'lganlik uchun boshlashga bo'ladi. Ma'no va so'z jihatdan munosabatsiz bo'lganlik uchun boshlashga bo'ladigan boshlashni biz to'liq boshlash deymiz. Yetarlik boshlash deganimiz keyingi oyat bilan faqat ma'no jihatdan munosabatlik bo'lganlik uchun boshlashga bo'ladigan boshlashni yetarlik boshlash deymiz. Chiroyli boshlash deganimiz boshlash durust bo'lmaydi, balki oldidagi oyatdan boshlab qaytalash kerak. Bu biz boya degandek shu chiroyli to'xtashga o'xshash. Chiroyli to'xtash bilan munosabati bo'ladi. Endi men nomuvofiq boshlashni boya deb o'tdik. Oyatningki ma'nosi o'zgarib ketganligi uchun bunday boshlash cheklanadi. Ya'ni joiz emas. Hamda har bir boshlashninki misollarini so'zlaymiz. Birinchisi to'liq boshlash dedik. Buningda oldingi oyat bilan munosabatsiz dedik. Başlasak to'liq ma'no ifodalaydi. Masalan, innallazina amanu va amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Hada mushundaq boshlagan chog'imizda oldingi oyat bilan munosabatsiz bu yerda to'liq ma'no chiqadi. Oldingi oyat to'liq to'xtagan bo'ladi. Bu yerdan boshlagan chog'da to'liq boshlagan bo'ladi. Bu yerdagi to'liq to'xtash shunga buni joiz. Ya'ni mushundaq to'xtab, mushundaq boshlasak bo'ladi. Ikkinchi boshlash yetarlik boshlash. Yetarlik boshlash. Masalan, anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. To'xtadik, mishadi biz. Boshlagan chog'imizda hamda xotamallohu deb boshlasak bu yerda nihoyatda yaxshi bo'ladi. Oldidagi oyat bilan bu chaqda ma'no jihatdan bog'lanishlik bo'lgan bo'ladi. Xotamallohu ala qulubihim deb boshlagan chaqda ma'noda o'zgarish yoki xatolik paydo bo'lmaydi. Shuning uchun bu yetarlik boshlashmi joiz. Mushundaq boshlashmi to'g'ri bo'lgan bo'ladi. Uchinchisi chiroyli boshlash. Chiroyli boshlash buningda وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ deb oldidagi oyat to'xtagandan keyin va minan nasi may yaqulu deb boshlashmi mushada nihoyatda chiroyli boshlagan bo'lamiz. Ma'no jihatga, ma'noga ta'sir yetkazadigan yoki ma'no kam tuqulab qoladigan hech qanday ish bo'lmaydi, xatolik bo'lmaydi. Bumi to'g'ri boshlash bo'ladi. Nomuvofiq boshlash deganimiz bayatim degandek hamda oyatning o'tirisini kesiblam. Ma'nolari zich bir kalimalarni ayiriblam boshlab olsak, bu xato bo'ladi. Ya'ni cheklangan to'xtash. Masalan, asli bir oyat, masalan, butun bir oyat tabbat yada abi lahabin va tabb. Bu butun oyatni biz 5ni tashlaytiblam. Abi lahabin va tabb. Mandal boshlasak, bu nihoyatda ma'noga ig'ir ta'sir yetkazadi. Bu yerda cho'ng xatolik bo'ladi. Shuning uchun mushu boshlashmi nihoyat muhim, to'xtashmi nihoyat muhim. Ali radhiyallohu anhu deganidek, ya'ni tartil deganimiz, ya'ni Qur'onni tartil o'qish. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda va rattilil Qur'ana tartila dedi. Ali radhiyallohu anhudan so'ralganida mushu tartil deganninki ma'nosi haqida so'ralganda Ali radhiyallohu anhu tartil deganimiz, ya'ni tajvidul huruf
va ma'rifatul vuquf deb alohida mushu vaqf va ibtido deymiz, to'xtash va boshlashni alohida tilga olgan. Shuning uchun bu to'xtash va boshlashga aloqador ilmlarni bilishimiz bak muhim. Chunki buningda boya so'zlagandek xatolik bo'lib qolib qolsa, ma'no o'zgarib ketadigan cho'ng bir xatoliklar sodir bo'lib qoladi. Shuning uchun barliq o'quvchi saboqdoshlar to'xtash va boshlash qoidalariga alohida diqqat qilsak. Qur'oni Karimda har xil shartlik belgilar bo'ladi. Bu shartlik belgilar bilan tanishib chiqamiz. Ya'ni to'xtash va boshlashga aloqador belgilar va boshqa belgilar bilan, qo'shimcha belgilar bilan tanishib chiqamiz. Birinchi belgi kichik bir mim bor, mim. Mana mim qaranglar, kichik bir mim. Bu mim bu to'xtashning alomati. Ya'ni bu mim uchirgan chaqda to'xtash zarur. To'xtaymiz, cho'qim to'xtaymiz. Cho'qim to'xtaymiz. Masalan, innama yastajibul-lazina yasma'un. Müşahede mana qarasanglar, Qur'onda kichik bir mim bor. Wal mauta yab'athuhumullohu. Oxirdan boshlaymiz. Mana mushunada kichik mim ba o'rinlarda Qur'on tilovat qilgan chog'imizda mushunda kichik bir mim bo'lib qolib qolsa, shu yerda to'xtaymiz. Cho'qim to'xtaymiz. Demak, bu kichik mim to'xtash zarur bo'lgan o'rinlarga qo'yiladi. Ikkinchisi to. To harfimi buni odamga to'xtaymiz. To'xtash kerak. Jumlaning oyoqlashganligini, ya'ni jumlaning to'liq oyoqlashganligini bildirdi. Buni odamga to'xtaymiz. Masalan, maliki yawmiddin, mushadimi to'xtash bo'ladi, yaxshi. Bu to to'xtashga bo'ladi. Ya'ni jumlaningki to'liq oyoqlashganligini ifodalaydi. Jim. Kichik bir jim yozig'liq bo'ladi-ku, hammamiz bilamiz buni. To'xtasimi yoki ulab o'qsin bo'ladi. Shunga dalolat qiladi. To'xtasimi ulab o'qsaqmi bo'ladiganligiga dalolat qiladi. Masalan, wa'lamu anna fikum rasulalloh. Mana bu qarasanglar bir kichik bir jimba law yuti'ukum deb oxirdan boshlasak yaxshi bo'ladi. Ya'ni mushumi durust. To'xtab Rasulalloh degan to'xtab, mayada jimba oxirdan boshlasak-mi bo'ladi. Yoki bo'lmasa ulab o'qsaqmi bo'ladi, to'xtamay wa'lamu anna fikum rasulallohi law yuti'ukum. Manda boshlasak, ya'ni ulab o'qsaqmi bo'laverdi. Ya'ni bu jim bayada to'xtasimi yoki ulab o'qsin bo'ladi. Qur'on tilovat qilguvchininki ixtiyoriga bog'liq. Birini tanlab amal qilsa bo'ladi. Lam alif. Kichik bir lam alif bor. Bu yerda ya'ni to'xtamaslik kerak. To'xtamaslik kerak, bu yerda to'xtamaslik kerak. Masalan, ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم. Bu yerda ama to'xtash kerak deb yozilib qolibdi. Bu yerda to'xtamaslik kerak, to'xtamaslik kerak. Mana bu mimninki aksi. Ma mimni nim dedik biz? To'xtash zarur dedik. To'xtash, ya'ni cho'qim to'xtash. Ma lam alif bu yerda cho'qim to'xtamaslik. To'xtamaymiz bu yerda. Bu yerda masalan wala azallahum ajruhum. Azallahum ajruhum. To'xtamaymiz. Hamda bu 3 chikitdan ikkisi 3 tane chikitdan yozilgan, ya'ni ast ustida yozilgan 3 chikitdan keyin-keyindan ikkisi keladigan bir yoli bor. Masalan, zalikal kitabu la rayba fih. Masalan, zalikal kitabu la rayba fih hudan lil muttaqin. Zalikal kitabu la rayb fihi hudan lil muttaqin. Mana mushundaq ikki xil boshlashga bo'ladi buni. Mushundaq 3 chikitdan ikkisi oqmarq kelib qolsa, shu chikit bayaniki birisida to'xtaymiz, yana birisida to'xtamaymiz.
Ya aldidikisi to'xtaymiz. Aldidikida to'xtasak, keyindikisida to'xtamaymiz. Yoki bo'lmasa oxirgida to'xtaymiz, aldidikida to'xtamaymiz. Masalan, zalikal kitabu la rayb fihi hudan lil muttaqin. Bu bir xil. Zalikal kitabu la rayb fihi hudan lil muttaqin. Shunday o'qiymiz. Keyindikisi qala deydigan bir kichik ezig'liq bir ayol bo'ladi. Buningdimi ulab o'qisaqmi bo'ladi, to'xtatsaqmi bo'ladi. Ammo to'xtasak yaxshiroq. Ulab o'qisaqmi bo'ladi, to'xtatsaqmi bo'ladi, to'xtasak yaxshiroq. Masalan, قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. To'xtatsaqmi bo'ladi. Fala tumari fihim deblam keyindan boshlasaqmi bo'ladi. Yoki bo'lmasa ikkisini illa qalilun fala tumari fihim deb bunday boshlasaqmi, ulib etsakmi bo'laverdi. Demak, qala degan kelgan chaqda to'xtatsaqmi bo'ladi, ulab o'qisaqmi bo'ladi, to'xtatsak yaxshiroq. Keyindikisi sala deydigan bir bo'ladi. Bu mushu qalaninki aksi. To'xtatsaqmi bo'ladi, ulab o'qisaqmi bo'ladi, ulab o'qisak yaxshiroq. Mush ikkisini aralashtirib o'tmasak bo'ladi. Qala deganda to'xtasin bo'ladi, to'xtamasin bo'ladi. Ammo to'xtasak yaxshiroq. Sala deganda to'xtasin bo'ladi, to'xtamasin bo'ladi, ammo to'xtamasak yaxshi. Mushuni Qur'ondagi mush belgilarga alohida diqqat qilsak. Yana bir belgi sakinga o'xshab ketgan bir dugulak belgi bor. Bu o'rinda ortiq qarib bor, ya'ni o'qimay, amal qilmay o'tib ketganligiga bildirdi. Uni tagidikisi yana bir mush dugulakka o'xshaydigan yana bir belgi bor. Bu o'rindami biz eliq 7 alif deb o'tib ketdik. Lakinnahu vallahu deydigan ba'zi harflarninki tepsiga qo'yildi. Bu mushu belga qo'yilgan alif o'qilmaydi. To'xtagan chaqda o'qiladi. Masalan, ana deganga o'xshash. To'xtagan chaqda amal qilindi, ammo ulab o'qigan chaqda bu yerda amal qilinmaydi. Mana bu cho'ngroq bir chiket, qari chiket. Bu belga qo'yilgan, ya'ni o'rinni tashil shaklida emas, osonlashtirish, ya'ni o'ng'aylashtirishga dalolat qiladi deymiz. Masalan, a'jamiyyu va arabiy. Mushada a'jami aslisi. A'jami demak buni osonlashtirish yo'li bilan a'jamiyyu va arabiy. Ama shunday osonlashtirishga dalolat qiladi. Mana bu kichik mem. Demak, ikki xil kichik mem chiqdi. Birisi uzuk, quyruq yo'q bir mem. Buningda bu to'xtashni alomati. Ya'ni bu quyruq yo'q uzuk memda to'xtaymiz dedik. Bayatimqi deb bitib ketgan mem shu. Mana bu quyruqliq mem. Ammo yerda mana o'xshash yozib qolibdi, quyruqliq. Uzun bundan sankulab turgan quyruqliq mem. Bu iqlobninki belgisini bildiradi. Iqlob. Masalan, bu yerda alimun bi zatis sudur desak, biz sakinlikning ahkamlarida 4 dedik. Shuning ichida iqlob, ya'ni o'zgartish dedik. Bir shu iqlob ba o'ringa bir kichik quyruqliq mem yoziladi. Hamda ma belga ya'ni qo'sh zabar, qo'sh zer, qo'sh peshni bilamiz. Bularninkimi shakllar o'xshamaydi. Ya'ni sakinlikning ahkamlaridan izhor dedik. Uningki shakli boshqacha bo'ladi. Masalan, mana izhorninki mana bu. Ma qo'sh zabarda har ikki siziq tang yoziladi. Qo'sh zabar har ikki siziq tang. Qo'sh zirdimi har ikki siziq tang yoziladi. Mana qo'sh pesh kelgan chaqda birisi to'qqiz shaklda, ya'ni pesh shaklida yozildi, yana birisi qash shaklida yozildi. Mana bunda kompyuterlarda bas jarayonida belgini topolmaganligimiz uchun
mushunda chiqirib mavi qo'sh pashda demak birisi to'qqiz shaklda yana birisi qash shaklda chiqadi qash shaklda quyiladi masalan وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ desek masalan kufuvan degan yerda mishada izhor bor savaun alayhim desekmi mishada izhor bor demak mishadagi damma birisi pash shaklida yana birisi qash shaklida yozildi bu izhorda unda bo'lsa sokinlik nunga sokin belgisi qo'yiladi sokinlik nunga sokin belgisi qo'yiladi tanvinga mana shu baya yuqorida so'zlab o'tgandek bo'ladi unda bo'lsa idg'am va ixfoninki belgilari o'xshash idg'am va ixfoninki ya'ni sokinlik nun ahkamlaridagi idg'am va ixfoninki belgilari o'xshash bo'ladi masalan bu qo'sh peshga har ikkilisi 9 shaklda yoziladi mana ma'nodan aytib ochiq chiqibdi mana har ikkilisi 9 shaklda yozilgan mavi qo'sh zir o'xshamaydi ama boshlanish va oxirlanish nuqtasi ama ikki siziqniki o'xshamaydi birisi beshidiroq birisi keyinroq boshlangan birisi oldida birisi keyinda mavi qo'sh zabarmi o'xshash birisi tepsiga sal boshdaroq ama tagidagisi sal keyinroq boshlangan bo'ladi demak bu idg'am va ixfoninki Qur'ondagi alomati buningda sokinlik nunda qanday bo'ldi desanglar idg'am bilan ixfoda sokinlik nunga sokin belgisi qo'ya olmaydi ama izhardan nunga sokin belgisi qo'yiladi masalan valisanan va shafatayn desak bu yerda idg'am bor va nafsi va ma sawaha desak bu yerda idg'am bor umyun fahum desak masalan bu yerda nima bo'ladi ixfa bo'ladi ixfa demak alomati Qur'ondagi belgisi mana shundoq mana bu g'ish shakllik bir belga bu belga qo'yilgan harfda ya'ni shu kalimada ishmamning baliqi ya'ni ishmamning baliqiga dalolat qildi biz o'tganda ishmam deganimiz ya'ni og'zimizni ushlash ikki labini oldiga so'zishni ko'rsatdi masalan la ta'manna mana bu yerda mushu ishmam faqat mushadiki musha qo'yilgan bo'ladi la ta'manna degan kalimaga bu yerda ishmamni qanday qilamiz desanglar la ta'manna ig'zning holati oldiga so'ziladi la ta'manna mushadiki g'unni chiqarish jarayonida ikki lav oldiga so'zilgan bo'ladi demak bu ishmamni diqqat qilgan bir ish oldimizdagilar ya'ni bizga qarayotgan odamlar bilalaydi ya'ni keynimizdagi biz yuzimizni ko'rolmayotgan odamlar bu yerdagi ishmamning baliqini bilolmaydi demak bu ko'riladigan anglig'ila bo'lmaydigan bir holat ishmam degan shunday bo'ladi masalan la ta'manna mush shaklda qilamiz bu harfga qo'yilsa yana birisi g'ish shakllik belga ba'zida imoliga dalolat qiladi masalan majriha musha qo'yilgan bo'ladi bu belga buningda imoli qilamiz imoli deganimiz zabar bilan kasrani o'tirisida talaffuz qilish masalan majriha majra emas majri emas majriha shunda o'qiymiz bu imoli mana bu belga sajda oyatlarining belgisi ya'ni mushu tilovat qilgan chog'imizda mush belga ko'rgan hamon biz darhol sajdaga bosh qo'yamiz bu tilovat sajdasi deymiz sajda oyatlariga qo'yildi masalan va hum la yastakbirun degandek bu yerda shu bu xuddi ma'rabga o'xshaydigan bir belgi bo'ladi o'sha yerda biz darhol sajdaga bosh qo'yamiz mana bu uloq hamziniki belgisi
ya'ni ustida peshma emas, ya'ni zabarma emas bir belgi bo'ladi. Bu ulaq hamza. Ulaq hamza. Masalan, liyas'alas-sodiqina desak, as-sodiqina degandagi alif. Qarab baqing, bu alifga, bu alifning tepsida bir belgi bor. Bu ulaq hamzaga qo'yilgan belgi. Ma belgi bo'lsa, bu Qur'oni Karimdagi bo'laklarga vakolatlik qildi. Ba'zi bo'laklarningki oxirlashganligiga dalolat qiladi. Masalan, mushu o'rin, mush belgi bor o'rinda para, hizb deymiz, yarim para, chorak hizb qatorliq Qur'on bo'laklarininki boshlanish nuqtasi ekanligini ko'rsatadi. Demak, bu Qur'on bo'laklariga ishlatiladi. Ma belge maxsus shu o'rinda oyatning oyoqlashganligini va oyat nomerini bildirdi. Masalan, biz har xil belgi bo'ladi, bu turg'ish deymiz. O'tirsiga masalan 18-oyat yo 50-oyat oyat nomeri yozilgan bo'ladi. Bu turg'ish deymiz. Masalan, va la ya'tunal ba'sa illa qalila desak, bu oyat masalan 18-oyat yoki bo'lmasa 50-oyat degandek oyatningki nomerlari shuni ifodalaydi. Endi mayada yana bir kichik bir nun var, kichik bir nun. Masalan, va kazalika nunjil mu'minin degan yerda bir kichik bir nun var. Bu nunni cho'qim talaffuz qilamiz. Kichik nun bor, ya'ni cho'qim talaffuz qilamiz. Yana bir belga qif deydigan bu belga to'xtasimi yaxshi, ulab o'qisimi bo'ldiganligini bildirdi. Ha to'xtashlik bo'ldiganligini bildirdi. Demak, bu sad harfi zo'r tepilganda to'xtasa, ya'ni to'xtashga bo'ldiganligini bildirdi. Unda bo'lsa, qarindoshlar, to'xtash va boshlash va shunga aloqador shartlik belgilar, Qur'ondagi alomatlarga aloqador darsimiz mushahada oxirlashdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.